Shu boshidan boshlaymiz. Qisqacha o'zingizni Mana boshlaymiz. tanishtirasiz. Nordik 2 kungacha bo'lgan davrlarni Ta'lim ochib jarayoni. berish kerak. O'zingiz haqingizda bo'ladi-da. Faqat kameraga qarab bitta boshladik devorasiz. Boshladik. Nordik podkasti bu sonida biza ustozimiz Amonboyev Muhammad aka bilan suhbatlashamiz. Ularni yaqindan tanish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Xush kelibsiz. Xushvaqt bo'linglar, rahmat. Kim bilan podkast qilsak, birinchi so'raydigan narsamiz Nordik podkastda qanaqa kelib qoldingiz Nordik universitetiga? Xoh u talaba bo'lsin, xodim bo'lsin, professor bo'lsin, hammadan shu savolni so'raymiz. Bizga shu narsa qiziq. Ularni mana shu Nordikka kelish tarixi. O'shanga shundan boshlaylik birinchi. Albatta. Nordikka kelish aynan oxirgi momentda Nordikka o'tish masalasimi yoki Nordikkacha Yo'q, umuman. olib kelgan Nordik? Ha. Boshidan sekin. Endi umuman men o'zim shaxs sifatida tanishtirsam, Muhammad Sidiq Amonboyev. Andijon viloyat Marhamat tumanida Shukurmergan qishlog'ida tug'ilganman. Oilamiz ishchi oilasi bo'lgan. Oilada otam oddiy kolxoz traktorchisi bo'lgan, onam kolxozda ishchi bo'lgan. 79-yil 20-mayda tug'ilganman. Oilada 8 ta farzandmiz. Biz 7 ta aka opa singillarimiz bor. Xo'p, men 5-farzand. Bizda mana 3 ta opam bor. Oilaviy umuman qanday ta'limga, ilmga kirib kelishimiz asosiy sababi onamda juda ham katta, otamda katta o'sha kitob o'qishga bo'lgan ishtiyoq, imkoniyat. Otam traktorchi bo'lgani bilan uyda 1000 dan ortiq kitob bo'lardi. U kitoblarni hammasini o'qir edi. Doim bo'sh turgan paytda biz traktorga chiqib ko'rardik, kitob turardi tepasida ilingan. Shu kitoblarni o'qir edi va kitoblarni bir tomonidan maqol kitoblar turardi. Juda ko'p maqol ishlatardi. Onam bo'lsa o'qishga juda qiziq. Hozirgacha mana ashulalar, she'rlar aytib beradi bizga. Va bizni qiziqtirgan mana oilamizda opalarim ham olimpiadachi bo'lgan. Maktab davrimiz mana birinchi maktabda yaxshi o'qishga bo'lgan intilish juda ham qiziq bo'lgan. O'qishga boraman, 5 yoshdan, 6 yoshdan. Maktabga 7 yoshdan qabul qilardi o'sha paytda. Maktab davrida meni opalarim o'qishim uchun juda qattiq men uchun birga o'qitishgan. Ya'ni birga o'qishgan desam bo'ladi. Har kuni men birga dars qilamiz. Endi qishloq hayoti, qishloqda o'sha yashash davomida o'sha qishloqda yoshlik davrida ishlar taqsimlanardi. Hammamiz mehnat qilardik va u mehnatlarda kim yaxshi o'qisa, katta opam bizga shunaqa imkoniyat yaratib berardiki, kim yaxshi o'qisa, natijasi yaxshi bo'lsa, unga o'sha belgilangan vazifani u bajarib beradi. Kimdir supuradi, kimdir xullas hamma ishlar qilish masalasi. Va ular ham olimpiadachi bo'lgan. Opam bittasi geografiyadan, ham o'zbek tili adabiyotidan tumanda doim birinchi va viloyatda shu birinchi, ikkinchi o'rinda. Men matematikadan. Ukam geografiyadan, opam biologiyadan, hammamiz olimpiadachisi bo'lganmiz. Va maktabda yaxshi o'qish, shu olimpiada bahonasida yaxshi bilimlar olishga erishilib, universitetga kirishda juda qiyinchilik bo'lmagan. Men universitetga kirishda ko'pchilik universitetga qiynalib kirganman, men bunaqa bo'lgan. Men universitetga kirmasligimni o'ylamasdim-da hech qachon. Sababi men universitetga kirishimni aniq deb o'ylardim. Chunki men maktabda olgan bilimlarim, o'sha olimpiadada olgan tajribalarim hammasi yetarli deb o'ylardim. Qaysi universitetga kirish haqida o'ylash. Birinchi yil grantga kirish imkoniyati bo'lgan, hech qanday muammo bo'lmagan o'qishga kirishimda. Lekin maktabda o'qish davomi ham qiziq bo'lgan. Bizda 4-sinfgacha bu yerga 4-sinfligimizda nima bor edi? O'sha Esterda nolari bor edi. Go'rincha olib bu yerga penrivajati, bunaqa o'sha sobiq Esterdalar. O'shanda ham faol bo'lishga harakat qilardik. Aynan universitetga kirgandan keyin ko'p narsani tushunganman. Universitetgacha tushunganlarimdan ko'ra ko'proq men hali qilishim kerak bo'lgan ishlar. Chunki men universitetga kirganimcha juda ko'p o'qidim, bolalardan bilimim yaxshiroq degan fikr bor edi. Universitetga kirgandan keyin qarasam, hali qiladigan ishimiz ko'p ekan. Ko'p o'qishim kerak, ko'p natijaga erishishim kerak. Biz maktabda fransuz tili o'qiganmiz. Fransuzlardan yaxshi gaplashardim o'sha nimada. Keyin o'sha fransuz tili kerak bo'lmadi. Universitetda baho olish uchun yetarli bo'ldi, lekin hayotda ingliz tili ko'proq kerak bo'ldi. Ingliz tiliga yo
o'sha davrda umid jamg'armasi tashkil etildi. Umid jamg'armasi orqali talabalar chet ellarga, bizni guruhdoshlarimiz, o'sha tengdoshlarimiz ko'pchiligi chet ellarga borishdi. Xorijda o'sha eng rivojlangan mamlakatlarda o'qish imkoniyati, zo'r universitetlarda o'qish imkoniyatiga ega bo'ldi. Biz shunda fransuzdan olgan bilimimiz u yoqqa yetishiga anaqa bo'lmadi, lekin aynan ingliz tili bizga sal oqsoqlik bo'ldi. Va bakalavrda o'qish davrida mana oilaviy hayotda oladigan bo'lsangiz, yetishmovchilikda bo'lmaydi-da. Juda ham jo'shqin hayot bo'lgan. Hamma narsa joy-joyida, yetarli. Ortiqcha narsaga boyaga sarf xarajatga imkoniyati yo'q, lekin hamma mehnat qilish kerak. Menimcha eng jo'shqin hayot o'sha oilaviy hayot bo'lsa kerak. Universitetga kirgandan keyingi hayotni ko'radigan bo'lsangiz, intilishlar, yangi cho'qqilarga erishish, boshqalardan qolib ketmaslik, bu juda ham katta o'sha nima beradi. Universitetda ham mana guruhdoshlarimiz hammasi shunaqa edi. Mana guruhdoshlarim hozirgi kunda ham mana eng yaxshi lavozim nuqtai nazaridan ham, inson nuqtai nazaridan ham eng yaxshi deb bilaman. Bolaga aytadi-ku, ota duosi o'tadi. Mana otam doim duo qilsa aytardim. Otam doim menga shunaqa duo qiladi. Doim atrofingda yaxshi insonlar bo'lsin. Mening guruhdoshlarim ham, o'qituvchilarim universitetda, maktabda, atrofimdagi tanish o'sha birga ishlaganlarimiz hammasi yaxshi odamlar deb bilaman. Mana shu otam duosi bo'lsa kerak deyman. O'qish jarayonida ham xuddi shunaqa. Ustozlarim ham hammasi menga haligi nima deydi, mehribon, yana bir haligi intiluvchan odamlarni bo'yiga kelajakka bo'lgan intilishini, ishonchini orttiradigan guruhdoshlarimiz ham hozir mana yaxshi lavozimlarda ishlaydi. Hammamiz mana 4 yil bakalavr o'qigan bo'lsak, odatda universitetda ko'pchilik boshqa kuzatishda men aytadigan haligi men javob berayman, men birinchiroq bo'laydigan. Bizning guruhda o'sha oxirgi kursda ham, oxirgi darsimizda ham men aytadigan haligi men birinchi bo'lay, men shu savolni men bilaman degan o'qishga intilish bor edi. 4 yil davomida. 4 yil davomida. Va magistraturaga kirdik. O'sha hamma magistraturaga kirgan. Shu guruhdoshlarimiz hammasi magistraturaga kirgan, magistraturani o'qidik. O'qish jarayonida magistraturada keyin men ingliz tilini o'qishga harakat qildim. Bakalavr davomida men ishlash, o'zim o'sha mustaqil bo'lishga bo'lgan intilishim kuchaydi. Universitetda 2-kursda boshlab ishladim. 2-kursdan ishladim. Universitetda o'sha o'quv bo'limida ishladim, undan keyin moliya bo'limida ishladim, undan keyin ma'naviy ma'rifat bo'limi bor edi, o'sha yerda ishladim. O'rtada magistraturada o'qiyotgan paytimda keyin men iste'dod jamg'armasi bo'lardi, o'sha o'qituvchilarni chet elga yuboradigan prezident fond. Aynan o'sha jamg'armada buxgalter yordamchisi bo'lib ishladim. Ya'ni ta'lim jarayonidan o'sha uzoqlashmasdan ta'limda atrofida ishladim. Va ko'rdimki, buxgalteriyada ishlash men uchun emas. Sababi buxgalteriyada mana 5 yildan keyin ham shu buxgalteriyani qilasiz, ya'ni moliyaviy mablag'lar keladi. Siz uni hisob-kitobni joy-joyiga qo'yasiz, solig'ini to'laysiz yoki bo'lmasa o'sha jarayonlarni qilasiz. Keyingi yil yana shu jarayon. Ya'ni 10 yildan keyin ham xuddi shu qaytariladi. Men 1 yil ishladimda aytdimki, yo'q, buxgalteriya meni ishim emas ekan. Menga ijodiy, yangi qilinadigan ishlar, rivojlantiradigan ishlar kerak ekan. Va men yana universitetga qaytdim. Universitetda magistraturani o'sha magistrlik dissertatsiyasini himoya qildim va o'sha paytda universitetda ishladim. Universitetni bitirgandan keyin o'sha ustozimiz kafedrada qolishni aytdi. Iqtisodiyot nazariyasi kafedrasida men o'qituvchi bo'lib qoldim. Bu yerda ham o'qituvchilar juda ko'p, mehribon, bir-biriga juda ham inoq. Iqtisodiyot universitetining xodimlari doim juda ham inoq bir-biri bilan. Aynan o'sha kafedrada ham juda inoqlik yuqori edi. O'rgatish, bizaligi yangi 1-yil ishga kirib qanaqa dars o'tish kerak, ularning darsiga kirib, aynan o'qituvchilar, professor o'qituvchilar bilmagan narsangizni o'rgatib, sizni darsingizga ham kiradi. Mana yosh o'qituvchilarga mana kafedra mudiri aytardiki, kiringlar, bularga o'rgatinglar, kamchiligini aytinglar. Bizni o'sha dars o'tish jarayonimizda har bir darsga tayyorgarlik ko'rardik. Aynan o'sha ish jarayonida mana ilmiy tadqiqot qildim. Universitetda ishlash, keyinchalik men universitetda o'sha kafedra mudiri bo'ldim 2008-yilda. O'qituvchilik qilib, keyin kafedra mudiri. O'qituvchilik, korporativ boshqaruv kafedrasi ochildi O'zbekistonda 1-marta Iqtisodiyot universitetida. Korporativ boshqaruv kafedrasi tashkil etildi. Korporativ boshqaruv kafedrasida bu yangi yo'nalish sifatida, ya'ni o'sha hozirgi kompaniya, korporatsiyalarni boshqarishdagi o'sha
investitsiyalar, moliya va menejmentni birga anaqa qiladigan korporativ boshqaruv yo'nalishi tashkil etildi va kafedra tashkil etildi va o'sha kafedrani tashkil etishda to'liq menga yuklatildi. Undan keyin men universitetda ish faoliyatini oladigan bo'lsa, o'sha universitetda birinchi anaqa tashkil etilgan edi. Innovatsion ta'lim texnologiyalar markazi. Shu markazga direktor bo'ldim va o'sha paytda ilmiy dissertatsiyani himoya qildim korporativ boshqaruv bo'yicha, menejment ixtisosligi bo'yicha. Keyin menga taklif bo'ldi Oliy ta'lim vazirligida aynan oliy ta'limga axborot texnologiyalarini joriy etish markazi yangi tashkil etilyapti, shunga direktorlik. Va o'sha O'zbekiston bo'yicha universitetlarda axborot texnologiyalarini joriy etish markazini o'sha yangidan tashkil etish, uni boshqarish 2 yil davomida mana shu ishlar bilan mashg'ul bo'ldik. Hozirgi mana ishlayotgan Xemis tizimini o'sha boshlang'ich nuqtasi o'sha yerda tashkil etilgan. Ya'ni butun markazlashtirilgan oliy ta'lim tizimini elektron o'sha hukumat, hozirgi elektron hukumat deydigan bo'lsak, oliy ta'lim vazirligini o'sha elektron tizimini boshqarish masalasi. O'sha tizimlarni ishlash. U markaz hozir ham ishlayapti. 2 yil davomida o'sha yerda ishladim va keyin men ko'rdimki, u yerda meni o'zimni ustimda ishlashim kerak bo'lgan jihatlar bor. Men ingliz tilida juda ham o'xshayapman. U yerda o'sha axborot texnologiyalarini ishlash uchun meni o'zim tezligim yetishmayapti. O'zimdan qoniqmadim. Keyingi 1 yil davomida men juda ham o'zimda haligi his qildim. 1 yil davomida ko'p natijalarga erishdik. Ortda qolgandek his qildim va men chet elga ketishga, ingliz tilini o'rganishga harakat qildim. Angliyaga borib ingliz tili kurslarida qatnashdim. Undan keyin shu asosida Erasmus Mundus Yevropani loyihalarida ishtirok etdim. 1 yillik o'sha postdoc, ya'ni doktoranturaga, 1 yillik doktoranturani aniq qilish uchun Ispaniyani Kanariya universitetiga bordim. 1 yilga. 1 yilga. 1 yilda u yerda asosan o'sha doktorantura, o'sha yerda asosiy yo'nalishlar turizmga yo'naltirilgan ekan. Turizm o'rgandim. Universitetda o'sha profili bo'lgandan keyin asosiy yo'nalish turizm va ingliz tilini qo'shimcha o'rganishga. Keyin 1 yildan keyin kelib Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida xalqaro turizm fakulteti bor. O'zbekistonda birinchi marta o'sha 99-yilda o'sha yerda tashkil etilgan. Shu yerda turizm va servis kafedrasida kafedra mudirligi vazifasini bajardim. Biz 2005-yilda men o'sha iste'dod jamg'armasining grant sovrindori bo'ldim. Ya'ni o'sha e'lon qilindi, e'londa qatnashdim yosh o'qituvchi sifatida. Men yuqori ball oldimda va o'sha iste'dod jamg'armasi o'sha paytda jo'natishni boshladi. Oldin ustoz edi, keyin iste'dod bo'ldi. Iste'dod jamg'armasi orqali Daniyada o'sha Aarhus universitetida 1 oylik malaka oshirishga O'zbekistondan 30 ta o'qituvchi yuborildi. Hop, u o'sha yerda men anaqa qilganim, bu o'sha ketishimizdan oldin bu yoqda universitet rektori pedagogik texnologiyalar bo'yicha kurs tashkil qildi professor o'qituvchilarga. Barcha professor o'qituvchilarga. Iqtisodiyot universitetida. Rektor butun hamma professor o'qituvchilarni majburlab 1 oylik pedagogik texnologiyalar bo'yicha kurslar tashkil etib, ularni o'qitdi. Juda ko'p o'qituvchilar shunda qarshilik qilgan. Bizga nima keragi bor? Ta'til davrida ishlatyapsiz bizni. Yana boshqa 1000 ta bahona bilan shu iloji boricha bu yerga menga tegmaydigan. Rektor majburladi ularni. Ba'zi birlariga yaxshi gapirib, men o'zim ko'zim bilan ko'rganim, yaxshi gapirgan. Sizlar meni qo'llab-quvvatlashinglar kerak, mana yosh o'qituvchilar universitetda kelajagi uchun shu kerak. O'sha paytda shu jarayonda biz qatnashganmizda 70 dan oshiq pedagogik texnologiyalar, o'sha pedagogik texnologiya vositalar boshqa o'rgatilgan. Aynan shularni o'qiganimizda keyin men 2-3 oydan keyin bu yerga bizga tavsiya bo'ldiki, tanlaylar. Germaniyada bor, Daniyada bor. Keyin bizni 30 ta o'qituvchi butun respublikadan yig'di, o'sha ro'yxatga men ham qo'shildim. Daniyaga yuborishdi. Meni anaqa qilgan jihatim, ular bizga texnologiya dedi, zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalari degan kursda qatnashdik. Va bizga переводчиклар, o'sha tarjimonlar berilgan, hammasi o'tilyapti. Men borib kitoblarni ochib ko'rdim hammasini. Nima o'qityapti ular? 3 ta kitobdan mana shu kitoblarni o'tyapmiz, ko'rsatadi 3 ta kitob. Keyin borib sekin ochib ko'rdim, sekin bitta ko'rdim, ular o'tayotgan darsni ko'ryapman. Ba'zi birlarga qo'shilaman, men bunaqa emas, bunaqa demay yoki bo'lmasa savollar beraman, o'sha
bu yoqdagi aniqlashtiruvchi. Aynan shu paytda shunaqangi nima bo'ldiki, men ularga savol berdim bir haftadan keyin. Sizlar dedim zamonaviy pedagogik texnologiyalar deyapsizlar. Bu o'tayotgan kitoblarning bittasi 1976-yilda, bittasi 1985-yil kitob, bittasi 87-yil kitob ekan. Biz 2005-yilda yashayapmiz hozir. Qani zamonaviyligi? Nega sizlar buni o'tyapsizlar bizga? Men bilaman buni. Chunki bizga bir yil o'sha 4 oy oldin yozda shu narsalar o'qitilganda, aynan o'sha universitet hamma o'qituvchilar majburiy o'tgan shu kursdan. Men bilaman buni. Keyin ular savol berib ko'rdi, tanaffusga olib chiqadi. Ikkita o'qituvchi o'tadi, binarniy dars. Keyin 3 kun men bilan savol javob bo'ldi va 4-kuni ular o'sha yerda o'sha kollej deydi haligi, ularning fakultet dekaniga o'xshagan narsa. Prorektor. Shu olib keldi birga. Darsdan keyin alohida chiqib men bilan suhbat qilishdi. Keyin ular menga 3 ta narsani aytdi. Aytdiki, bu savollaringga dedi 3 ta javob bor dedi. Yoki O'zbekistonda dedi senga o'xshagan biladigan o'qituvchilar bor. Dars o'tmayapti. Nega senlar shuni bilsang ta'lim rivojlanmayapti degan mazmunda. Ikkinchi variantda aytdiki, biladiganlar, birinchi biladiganlar yo'q dedi yoki bilasizlar, darsda foydalanmaysizlar dedi. Uchinchi variantda dedi aytdiki, sizlar bilasizlar, foydalanasizlar-ku, lekin talabalarga yetkazib berayotganingda bilim berayotganinglar dedi. Qo'lni mashina ko'tardi, aytdiki, sizlar mana shu diplomni olguncha u talaba harakat qilib o'qib shu toqqa yetib borsa dedi. Tog' to'g'ridan qisib beradi. Shu balandlikka chiqsa, orqasida nima borligini ko'rsatib bera olmaysizlar. Ya'ni ta'lim jarayonlarini sifat o'sha pastroq bo'layotganining asosiy sababi uchta. Bilasizlar, foydalanmaysizlar yoki umuman bilmaysizlar, yoki bo'lmasa bilasizlar, foydalanasizlar, talabalarda o'sha bilim olgandan keyin erishadigan natijasini ko'rsatib bera olmaysizlar. Bu yana ham o'sha ta'limda nima qilish kerakligiga, o'sha texnologiya o'rgandik, yana Xitoyga bordik 2019-yil. Xitoyda universitetlarini holatini ko'rsangiz, Xitoyda universitetlaridagi ta'lim jarayoni juda ham bir qattiq o'qitilyapti. Chunki hamma ertalabdan bo'yiga gimnda aytishdan dars boshlanadi. Aynan ular dars jarayonlarini to'liq nazorat qilgan. Xuddi abitdan oldin ularga dars o'tadi, abitdan keyin o'qituvchilar bilan birga ishlanadi. Ya'ni kechgacha ular band. Universitetda talaba yotib qolishi shart. Ota-onasi bo'lsa ham shanba boradi. 100 metr, 200 metr yo'lda narigi betidagi uyiga ota-onasi bilan uyga bormaydi. Yotoqxonada bo'lish kerak. O'zi mustaqil bo'lishni o'rganish kerak, ishlash kerak. Ularni bo'yiga ular birga ishlash kerak, tutorlar, ya'ni o'sha abitdan keyin ularga qaraydiganlar, mas'ullar bekitilgan. Men ko'rib hayron bo'ldim, universitetda juda qattiq o'qitilyapti. Va o'sha Xitoyga borganda menga universitetlarni ko'rish bilan birga imkoniyat bo'ldi bozorlarga kirishga. Ular aytdiki, bugun dedi bozor anaqani, o'sha savdo rastalariga aylanamiz. Keyin переводчик bilan borib ko'rdik. Shenzhen degan shaharga borgandik. Shenzhen shahrini keyin tarixini o'rgansam, Shenzhen shahri dunyodagi eng ko'p osmono'par binolari bor shahar hisoblanar ekan dunyoda. Keyin hamma savol berdi u yerdagilar. Nega u Shenzhen dedim. Bu yoqda Dubay bor, bu yoqda Nyu-York, dunyoda ko'p bunaqangi shaharlar bor. Ular zo'r, katta, lekin dedi osmono'par binolarning soni bo'yicha Shenzhenga yetmaydi. Nega desa, osmono'par bino bo'lishi uchun 200 metrdan baland bo'lish kerak ekan binolarning. Balandligi. 200 metrdan keyingi binolar osmono'par bino hisoblanadi. O'sha paytda o'sha axborot, men o'zim statistikasidan bo'yiga qurilishda parametrlarni ko'rganim yo'q. Aynan shu shaharda, Shenzhen shahri 79-yilda birinchi marta o'sha Xitoydagi katta iqtisodiy islohotlar boshlanganda birinchi sanoat iqtisodiy o'sha erkin sanoat zonasi qilib tashkil etilgan ekan. Shu shaharda mana hozirgi BYDlar butun dunyoga o'sha ta'sirini o'tkazayotgan katta gigant korporatsiyalar o'sha shaharda mahsulot, o'sha erkin iqtisodiy zonalarda mahsulot. Va o'sha bozoriga kirgan paytda bozor butun dunyoga haliga elektron savdolar orqali tovar sotyapti. Xitoyda o'ziga ham, boshqaga ham. Ko'rib, kuzatdim hammasini. Hamma o'sha magazinlarda korobkaga o'ralib, anaqa bular nega bir korobkaga o'rayapti desam, bu sotuvchilar alohida faqat bular elektron sotilganlarda o'sha guruhlab jo'natadiganlar. Ichida yosh yigitlar yuribdi, o'sha 18-19 ga kirgan yigitlar. Keyin men telefon oladigan joydan qiziqib so'radim, telefonlari qanaqa narxi.
Butun dunyoda arzonmi? Chunki o'sha iPhone'ni ham ular chiqaryapti, Samsungni ham ular chiqaryapti. O'sha ishlab chiqarishga kelganda ularda hammasi. Keyin so'radim, sizlar telefon o'zlaring yasab berasizlarmi? Конечно, aniq biz yasab beramiz siz. Qanday qilib yasab berasan? Qancha bo'ladi u? O'sha paytda iPhone 14 midi, 15 midi, men iPhone ishlatmayman, jaliga nimasi esimda yo'q. O'sha oxirgi modelidan bitta oldingi modelini aytyapti. Oxirgi model endi chiqdi. Lekin bitta oldingi modeli hali narxi o'sha paytda u ham o'sha 1000 atrofida ekan. $300 arzonroq yasab beraman deyapti. U bola o'sha bozorda o'zidan zapchastlarni yig'ib 2 soatda kelsalaring, qo'lda men yasab beraman deyapti. Ya'ni iPhone'da adinkada bir xil bo'ladi. Originali bilan bir xil bo'ladi. Faqat men sizga diplomini, hujjatini bu yerga nimasini bermay, kutib tursiz, bir kun kutsiz uni ham qilib beraman deyapti. Ya'ni bolalar o'sha bozorda o'rgangan telefon yasaydi qo'lida, zapchastlarni yig'ib. O'sha zapchastlar hammasi sotiladi. Butun dunyoga sotilyapti u zapchastlar. Chunki o'sha ehtiyot qismlarini butun dunyoni bozorlari, mana hozir bizda ham telefon sotadigan joylar bor-ku, qaysidir ehtiyot qismini so'rasangiz, buzilgan joyini tuzatib beraman deydi. Aynan ularda shu sotilyapti va o'sha yerda telefonni xohlasangiz yasab ham beradi. Sal arzonroqqa. Lekin garantiya sizga bermaydi. Ishlatasan, garantiyasi o'zi bilan, sen menga просто oddiy ishon menga, bo'ldi, boshqa narsa yo'q. Demak, men o'yladimki, u yerdagi rivojlanishga o'sha texnologiya juda ham katta sabab bo'lar ekan. Yana bitta holat, mana Ispaniyaga borgan paytimda kuzatgan holatim. Bu geosiyosiy, umuman iqtisodiy anaqasini tahlil qiladigan bo'lsangiz. Men u yerda juda ko'pchilik bilan suhbat o'tkazdim, mana iqtisodiy masalada o'zim iqtisodchi bo'lganim uchun. So'radim, Yevrosayuzga bir anaqa o'sha birlashgansizlar, Yevroittifoqda tarkibidasizlar. Yevroittifoq sizlarga nima beradi? Juda ko'pchilikdan shu savolni so'radim. Nima beryapti? Oddiy hayotda rahbar lavozimda o'tirganlar yoki bo'lmasa o'sha universitetda o'qituvchilari bu nima beradi? Bitta o'sha qishloq xo'jaligi bo'yicha ishlaydigan nimasi bor ekan, aytibdiki, bu juda zo'r deydi. Nega desa, Yevroittifoqda deydi, qishloq xo'jaligiga ajratilgan byudjetini deydi 30% Ispaniyaga beriladi deyapti. Keyin unga savol berdim. Yevroittifoqda umuman byudjetidan qishloq xo'jaligiga ajratilgan mablag'ning 30% Ispaniyaga, qolgan davlatlarga qo'shib 30 ta Yevroittifoqdagi davlatlar bo'lsa, shundan 30% eng katta qismi Ispaniyaga beriladi deyapti. Keyin undan so'radim, sen dedim, nima yetishtirasan shunga dedim. Bu ko'p Ispaniyada deydi o'sha qishloq xo'jaligi, sigir o'sha mollar va qishloq xo'jaligida bo'rdoqchilikka boqiladigan boshqa ulardan ular bor. Pomidor, katta qishloq xo'jaligini sanab. Aytdim, shu 1 gektar 1 tonna pomidor qancha bo'ladi? Nechta bo'ladi? $1, €1 dan bo'lsa 1000 euro bo'ladi. Aytdim, bitta qo'lingdagi telefon nechta pul turadi? Bu 1000 euro turadi. Ko'rdingmi? Uni qo'lingdagi telefonga rasxod qilsang 50 euro rasxod qilasan. Maksimum rasxod qilinsa. Uni o'sha jismoniy xarajatlarida o'sha yerdagi metallar, boshqalarni olib detalni hisoblasangiz $50 ketadi. Lekin $10,000. U 1 gektar pomidorni men qishloq xo'jaligida ishlaganman. Pomidor yetkazish uchun qancha xarajat qilinadi? Uni tannarxi qanchaga tushadi? Undan tashqari mana bitta nima borda, mana agar dehqon bo'lsa, farzandi dehqonchilik qiladi, unga oson bo'ladi. Chunki u dehqon uyga kelib oilasida umr yo'ldoshi bilan yoki bo'lmasa o'sha qo'shnilari bilan gaplashayotgan paytda men bugun suv qo'ydim, mana bunaqa bo'ldi, suvni to'xtatish uchun bunday qildim yoki bo'lmasa men paytda suv qo'yib qo'ygan ekanman, bu zarar qildi. Mana ba'zi bir dehqonchiliklarga kunduzi suv qo'ymaydi, kechqurun suv qo'yiladi. Sababi kunduzi issiqda qo'yilsa u haligi ayniqsa polizekinlar o'zini tashlab oladi. Unga zarar qilib qo'yadi. U o'sha til bilan o'rganib keladi u. Yoshligidan shuni ko'radi. U yarim tayyor mutaxassis. Masalan uchun prokurorning bolasi uyga kelgandan keyin uni o'rtoqlari keladi, uni tanish bir kimdir muammosi bilan keladi. O'shani gapirayotganda bolasi choy qo'yib, boshqa qilib o'shani oldida tursa ham, u yarim tayyor prokuror bo'ladi. Chunki u ba'zi bir qonunlarda ishlash qandaygini, qayerda qanaqangi haligi alohidaligi borligini u o'rganib boradi. Ana endi o'sha ispanlarga men shu narsani tushuntirdim. Mana qaradim, san dedim, qishloq xo'jaligini yetishtirish uchun qishloq xo'jaligi bo'yicha og'ir mana qishloq xo'jaligida tannarx yuqoriroq turadi-da. Va o'sha tannarx yuqori bo'lgan joyda san daromad olayotgan paytingda sani farzandlaring, atrofingdagi o'sha ishlayotgan institutlar, boshqalar hammasi yuqori tannarxli va buni qishloq xo'jaligi, pomidorni
yangi zamonaviylarni uni yaratyapti-yu, lekin bu yuqori texnologiyalar bilan ishlaydigan, innovatsion texnologiyalar bilan ishlaydigan mana telefon, mana robotlar yoki bo'lmasa avtomobillar, mana bunaqangi texnologiyalar bilan ishlagandagi daromad juda ham yuqorida. Uni solishtirib bo'lmaydi. Qishloq xo'jaligi bilan solishtirib bo'lmaydi. Juda ko'p mamlakatlarda qishloq xo'jaligi dotatsiyada turadi. Men ularga aytsam, o'ylanib qoldida juda ham to'g'ri deydi xolos. Sababi uni farzandi ham o'sha texnologiyaga moslashadi. Uni bolasi, uni farzandi hech qachon yuqori texnologiyaga yo'nalishda ishlamaydi. Germaniya asosiy uni innovatsiyaga oladi. Yevrosoyuzdan oladigan ulushini. Sarflanadigan mablag'larni. Germaniya shuning uchun juda ham tez rivojlanayotgan. Bu yerga texnologiyasi rivojlangan. Dunyoda mana hozir Xitoyda ham rivojlanishda hammasi texnologiya bilan bog'liq. Bizda mana agar o'zimizga oladigan bo'lsa, bizda ham agar qishloq xo'jaligiga kuch berib boshqa qiladigan bo'lsa, bizning o'sishimiz hech qachon yuqori tempga o'tmaydi. To'q bo'lyapmiz. 2016-yilga nisbatan xalqimiz ancha to'q hozir. Odamlarda 2016-yilgacha mashinasi bor desa, u sal to'q odam, boy odam hisoblanadi. Endi o'sha haligi 90-yilga nisbatan olsangiz ancha yaxshi edi-ku. 90-yilda mahallada bitta ikkita mashinasi bor odam bor hisoblanadi. U ro'skish, bo'yiga hashamat hisoblanadi. Keyinchalik mashinaga bo'lgan salama bo'ldi. Endi 2016-yilda ham avtomobilda 2 yil minilgan avtomobil zavoddagi yangi avtomobildan 2 barobar qimmat edi. Mana shu juda g'alati holat edi. G'alati holatda 1 yil mashinani 1 yil minib Yoshiga to'lgan. haydab yoshiga to'lgan sotilsa, lekin zavoddagidan olsin. Chunki zavodda yana 1 yil kutish kerak edi. Undan keyin unisi shapkasi ham bor. Endi hozirgi kunda aholimiz ancha to'q. Yashash haligi qiynalganlarni ko'rsatib, hammasini ekranga olib chiqib, mana bu yerda qiynalyapman, bu yerda qolib ketdim. Yetim qolgan yoki bo'lmasa qanaqadir boquvchisini yo'qotgan, kasal bo'lganlar hamma davr, hamma jamiyatda bo'lgan. Lekin nisbatan olganda ancha aholi to'q. Hozirgi odamlarning muammosi bo'yiga men eslayman, 4-sinfligimizda o'sha mustaqillik bo'lib 92-yil 5-sinfga o'tganimizda otam bug'doy olib kelib uyga to'kkanimizda, bu yilgi bug'doy bo'ldi, bu yil nimada? Xudo xohlasa endi yozgacha chiqib olamiz. Chunki odamlarda o'sha bug'doy bilan to'yinishi o'zi katta ularda bir to'qlik edi. 92-93-yillar juda qiyin bo'lgan. Hamma joyda o'sha yetishmovchilik, shaharda tem bo'ldi. Qishloqlardagi odamlar dehqonchilik qilgan, o'zi yekkan narsasini olib kelgan. Shaharda ham chunki magazinda narsa yo'q edi, o'sha boyaga so'm kuponga anaqa berilardi, keyin daftardan u berilardi. Juda odamlar qiynalardi. U davrga nisbatan o'sha paytda odamlarning muammosi qornini to'ydirish, 1 yillik o'sha oilasini to'qligini ta'minlash bo'ladigan bo'lsa, 2015-2016-yilgacha boshqacha bo'ldi zamon. Ana endi bizni hozirgi jamiyatimizni bunday solishtiradigan bo'lsangiz, aynan bizning muammoimiz hozir uyni eng zo'r qilish. Boshqalardan qolib ketmaydigan to'y qilish. Qanaqa qilib pul topish. O'sha muammolar, o'sha haligi qornini to'ydirish muammosi. Hayot uchun muhim bo'lmagan. Yo'q, yashab qolish uchun. Chunki uni qorni to'qda. Rossiyaga borayotganlarda ham 90%ni ko'taradigan bo'lsangiz, men ochligimni to'ydirish uchun ketyapman demayapti. Uy solaman, to'y qilaman, boshqa qilaman, u qilaman, bu qilaman. Katta rejalarni qo'yib ketyapti. Bormasam shu yerda yashayman. Juda ko'pchiligi hozir mana xulosamda gaplashsangiz, o'rtoqlar bor, sinfdoshlar bor, boshqa. Rossiyada $500 topish o'sha deydi, bizga deydi, qoplanmaydi. Nega? O'zbekistonda o'zim topsa bo'ladi. Iqtisodiyot ancha rivojlandi. Endi biz hozirgi bundan buyog'idagi iqtisodiyotimizni ko'taradigan narsa biz faqat ta'lim. Ta'lim bo'lmasa, ta'lim rivojlanmasa, biz hech qachon O'zbekistonni rivojlantira olmaymiz. Mana hozirgi oxirgi yillardagi kuzatish ko'rsangiz, mana oldin ko'p men o'zim o'ylardim-da, nodavlat universitetlarga ruxsat bersa nima bo'ladi? Nima anaqasi bor? Mana hozir ruxsat berildi. Oldingi jamiyatda o'sha 2016-yilgacha bo'lgan holatdan solishtirsangiz, u yoqda ideal jamiyatga bo'lgan fozil odamlar shahri degan asar bor-ku, shunga o'xshagan. Hamma zo'r bo'lish kerak. Jamiyatga 10% oliy ma'lumotli yetarli degan g'oya bor edi. Qolganlarga mutaxassis bo'lish kerak. Mutaxassis bo'lish uchun kollejlarda eshigini tagiga tekinga yetkazib beramiz. Kollejda o'qishdik ekan. Lekin biz bozor iqtisodiyotini hisobga olmadik o'sha paytda. Odamlarda o'sha talab bilan taklifni hisobga olmadik. Nimaga? Odamlar xohlayapti hammasi oliy ma'lumotli bo'lishdi. Uni ta'mini tortib ko'rmasdan turib bo'lmaydi. Ya'ni biz hozir mana
2016-2019 yillarda shu nodavlat universitetlar ochilib universitetga kirish darajasi oshdi. Hozir 1,5 milliondan oshiq talaba bor. 4 ta kursda o'sha magistraturada. Bular o'qiyapti-da, hozir endi mana bozor iqtisodiyotining keyingi savollari chiqadi. Ishga joylashish. Har qanday holatda ham bu yutuq. Agar oliy ma'lumotli ishsiz bo'lsa ham u ertaga o'zini nima deydi, munosib joyda ko'rishga harakat qiladi. Va xuddi shu keyingi qolganlarga dars bo'ladi. Mana deydi, universitetda qaysi birini tanlash kerak yoki bo'lmasa qaysi yo'nalishda o'qish kerak. Hozir ba'zi bir yo'nalishlarga juda ham katta anaqa bor. Bozor o'zi tartibga solmaguncha hukumatning qarorlari ham, odamlarning tavsiyalari ham, bu yerga podkast qilishyapti, boshqa joyda e'lon qilishyapti, hamma joyda aqlli bo'linglar, bilimli bo'linglar, mana bu yo'nalishlarni tanlanglar deyapti. Unga hech kim e'tibor bermaydi. Bozor o'zi tartibga soladi. Bozor tartibga soladi. Bu yil mana 2000 mana taxminlarim bo'yicha 2026-yilda eng katta bitiruvchi boshlanadi. Mana 350 mingdan oshiq deyapti. Bu bitiruvchilar chiqqandan keyin ishga joylashish, mana hukumat juda qattiq harakat qilyapti shuni ishga joylashtirish masalasini to'g'ri yo'lga qo'yish uchun. Endi mana bu talablarimizga, iqtisodiyot talablariga mana hozir yangi islohotlar, yangi O'zbekiston bunday kuzatib qarasangiz kelyapti-da. Ko'p oliy ma'lumotli bor. Endi bu oliy ma'lumotlilarda munosib ish bilan ta'minlash uchun ham bizga ko'p katta investitsiyalar va yuqori texnologiyalar kerak. Bunchani qishloq xo'jaligiga olib borib bo'lmaydi endi. Bunchani bu yerga borgisi ham kelmasa kerak. Borgisi ham kelmaydi. Endi bularda endi mana hozirgi kunda oxirgi 2 yilda yetib berayotgan bo'lsangiz, universitetlarda biznesga hamma yo'nalishlarda biznesga bo'lgan, o'sha biznesga bog'liq bo'lgan fan qo'yasan. Ya'ni o'sha o'zining sohasi bo'yicha biznesni ham tushunsin. Faqat o'zining sohasini emas, tadbirkorlikni tushunsin, tadbirkorlik qila olsin. O'sha qobiliyatini, hech bo'lmasa o'sha haqidagi fanlarni, o'sha bilimlarga ega bo'lsin. Mana startaplar qilsin deyapti, o'zining yo'nalishi bo'yicha. Chunki bizda mana hozir talab oldingidek emas-da. Oldin mana misol uchun 90%, 92%, 93% oliy ma'lumot olish imkoniyati yo'q edi. U rozi edi bundoq yashashga. Endi buni hozir 35-40% bitiruvchilar universitetga kiryapti. Maktabda 700 mingta bitirayotgan bo'lsa, shuni 35-40% keyinchalik yana oshadi. 30-yilgacha 50% dan oshib ketadi. Ana bu bitiruvchilar oliy ma'lumotlar. Endi o'ziga munosib ish joyi so'raydi. Harakat qiladi. Raqobat kuchayadi. Va O'zbekiston rivojlanishga o'tadi. Buni tagida hammasida o'sha ta'lim. Ta'limda biz haligi juda ham rivojlanib ketamiz, zo'r bo'lib ketamiz. Universitetda haligi katta va'dalar berish emas, oddiy. Katta va'dalar emas, biz ham universitetda katta va'da berganimiz yo'q. Hech kimga san Garvarddagidek bilimni yuzga beramiz. Senga bir haligi chip qo'yib qo'yamiz, miyang boshqacha bo'lib qoladi degan va'dalar qilmayapmiz. Biz aytyapmizki, oddiy, zo'r bilimlarni olish kerak. O'zingga kerakli bo'lgan bilimni ol. O'shanga o'sha hayotingga kerak bo'ladigan, kasbingga kerak bo'ladigan bilimlarni ol-da, o'sha bilan o'zingning hayotingni qur. O'zingga ishonch olsin. Mana hozir juda ko'p haligi bizga oxirgi 5-10 yilda nima bo'lgan narsa, dunyo 300 taligidagi universitetlarda o'quv rejasini olasan, buni qilasan, mana o'shalar bilan rivojlanish kerak, ta'limni mana shu o'quv dasturlarini shu bo'yicha qilish kerak degan nimalar qo'yiladi-da. Men bir o'sha tahlil qilib ko'rganimda 2017-2018 yilda dunyodagi 300 talik eng rivojlangan universitetlarda bakalavriat ta'lim dasturlari biznikidan juda ham katta farq qilmaydi. Texnologiyasi bilan farq qilishi mumkin. Bu yerdagi o'sha qo'llanayotgan sohada qo'llanayotgan texnologiyalar bilan farq qilishi mumkin. Lekin o'quv jarayoni bo'yicha farq qilmaydi. Ularda asosiy mana o'sha dunyodagi eng birinchi, ikkinchi bo'lib turgan universitetlarni ko'radigan, Garvard, MIT ni ko'radigan bo'lsangiz. Ularda talabalar kontraktdan tushadigan summasi universitetning byudjetini 20% ham tashkil qilmaydi. Nega desangiz, asosiy ilmiy tadqiqotlar. Talabalarda 30% ham chiqmaydi bakalavrda o'qiyotganlar. Ya'ni mana universitetda 21 mingta talaba o'qisa, shundan bor yo'q 4 mingtasi bakalavr, 7 mingtasi magistr, qolgan mana 11 mingta bo'lyaptimi? Tadqiqotchilar ham shu. 10 mingdan ortig'i doktorantlar. Ular nima qiladi? Qanday qilib o'qityapti? Ular doktorantura ilmiy tadqiqotlarni sochishga, mana nodavlat universitetlarda yutuqlar. Erkin, ular tadqiqot qilyapti korxonalar bilan, tashkilotlar bilan. Mana misol uchun o'sha Silikoniy dolina shu nima bo'yicha juda katta. Ular siz doktorant O'zbekistondan
yaxshi o'qigansiz, bilimni berib olasiz. Amerikaning yutug'i ham shundada, katta yutuq. Butun dunyodan ilmlilarni yig'ib oladi. Siz mana misol uchun MITga yoki bo'lmasa Garvardga kiraman siz aytadi. O'zingni ilmiy tadqiqot mavzuyini jo'nat deydi. Siz unga jo'natasiz, ko'radi, o'qib chiqadi, o'sha sohaga tegishli bo'lgan olimlarga jo'natadi. Ular ko'rib chiqadi, endi siz u yerda g'oyalaringizni berasiz, ilmiy farazingizni berasiz. Hamma dumaloq g'ildirayda yuribdi, biz 4 burchakda, 3 burchakda ham yuradigan, uchadigan qilib beramiz. Qanaqadir yangilik aytasiz-da, mana o'sha siz g'oyangizni aytasiz. Uni sinab ko'rish kerak, eksperiment qilish kerak, boshqa qilish. Keyin sizni g'oyangizdan ular ko'rgandan keyin aytadiki, endi suhbatga chaqiring, gaplashib ko'raylik, buni g'oyasi bo'ladi. Keyin o'shanda grantlar berish masalasi ko'riladi. Suhbatda u yerga professorlar o'tirib olib sizni eshitadi. Bo'ladimi, qila oladimi shuni? Senga nima kerak deydi. Siz aytasiz, menga xona kerak, mana bunaqangi laboratoriya kerak, mana bunaqa laboratoriya, mana bunaqangi eksperiment o'tkazishim kerak. Yoki bo'lmasa shunaqa tadqiqot qilaman deb ishonchliroq bo'ladigan bo'lsa, keyin ular oladi. Uni yana siz kutib turasiz. Ular keyin gigant firmalarga, o'sha Teslaga, YouTube, Google, bular hammasiga sizni g'oyalaringizni jo'natadi, aytadiki, mana deydi, professorlar tasdiqlayapti deydi. Moliyalashtirasizmi deydi. Ular keyin moliyalashtirishga pul ajratgandan keyin keling deydi, sizga grant ajratiladi. U tashkilot grant bergan yoki universitet o'zi grant bergan yoki davlat grantlardan agar zo'r bo'ladigan bo'lsa. Ana bu tadqiqotni keyin realizatsiyasi. O'shani o'tkazib tadqiqot natijasini qilgandan keyin bu yerga patentlar boshqalar olingandan keyin o'shaga ish ham taklif qiladi. Ana shu tadqiqotlar, o'sha startaplar, boshqalar bilan ular rivojlanyapti. Biz 300 talik universitetda bakalavrini emas, ko'proq doktoranturasi bilan o'ziga kuch berishimiz kerak. Ya'ni O'zbekistonda rivojlanishi uchun asosiy bizga oladigan narsa tadqiqotlarni rivojlantirishimiz kerak. Real sektor bilan universitetlarni bog'lash masalasi. Mana universitetning asosiy dvigateli shu tadqiqotchilar bo'lishi kerak ekan-da, to'g'rimi? Bakalavrlar, magistrlar emas. Albatta. Yo'q, magistratura ham tadqiqot qiladi. U magistrlarda ham ko'p ular sotiladi, tadqiqotlar. Real muammoga qaratilgan bo'ladi. Angliyada men so'raganimda magistraturaga kirish uchun bakalavr bitirib kirsa bo'ladi, kamida 3 yillik staj bo'lish kerak. Qanday qilib 3 yillik staj bo'lish kerak? Shu sohada 3 yillik staj bo'lish kerak. O'zing kelib o'qimaysan. Bakalavrni bitirib sirasi kirib o'qish degan narsa yo'q. U yerda uni albatta tajribasi bo'lish kerak. Muammoni ko'rgan bo'lish kerak. Shu muammoni olib kelman bergan deydi, g'oyangni ber deydi. Keyin haliga siz o'sha muammoni yozib berasiz, maqsad. Undan keyin sizni ish ustingizda keyin ilmiy rahbar boyaga ular ishlaydi. Qanday qilib yechasiz shu muammo? Haqiqiy tadqiqot bo'ladi. Siz o'sha yechishingiz bo'yicha ular beriladi. Lekin hali ham Nordik universitetiga kelmadingiz. Nordik universitetiga men keldim. Nordik universitetiga mana shu tajribalar olib keldim men. O'quv jarayonida ishlaganim, kafedrada ishlaganim. Va birga mana Nordik universiteti rektori Sherzod Egamberdiyevich bilan biz yoshligidan birga o'sha universitetda ishlaganmiz, birga hamkor bo'lib o'sha parallel ishlaganmiz. Ko'p loyihalarda birga ishlaganmiz, kitoblar o'sha tadqiqotlar qilishda birga ishlaganmiz. Va o'sha taklif bilan men Nordik universitetiga keldim. Nordik universitetini o'sha akademik faoliyatni, o'quv jarayonini samarali bo'lishi uchun maksimal harakat qilyapmiz hozir mana. Auditoriyada talaba 80 minutda hamma narsani olmaydi. Ular bitta qoida ham bor. Yaxshi o'qituvchi deydi, talabaga zo'r dars berishi mumkin deydi. Zo'r o'qituvchi deydi, uni ilhomlantiradi. Siz 80 minut davomida talabaga hamma narsani berib ulgurmaysiz-da. Xo'p, tem bo'lib hozirgi kunda bo'lib ham axborot juda ham ko'p. O'sha fandan bo'lgan anolar ham juda ham ko'p. O'qituvchi auditoriyaga kirgan paytda uni ilhomlantirish kerak. U shunaqangi g'oyalar, shunaqangi fikrlar, shunaqangi yo'nalishlarda aytish kerakki, bolaning bittasi bo'lmasa bittasida miyasida buncha chaqmoq chaqnash kerak. Aytish kerak, men buni qilib ko'raman, men buni qila olaman. Bu meni qo'limdan keladi. Bu men qila olaman. Mana shu yerda bitta narsa keladi, mana umid bor-ku. Jamoalmi? Fond aytasizmi? Yo'q. Insondagi umid. Ha. Xo'p, noumid shayton deydi-da. Shayton umid qilmagan, inson umid qilganda kechirishdan. O'sha umid odamni eng rivojlantiradigan, odamda nima deydi, inson sifatida shakllanishiga eng katta ta'sir qiladigan narsa. Bu hissiyot. Mana umid qanday talabalik oltin davrim deylardi-da.
Men juda ko'p shuni ko'rganman. Studentlik paytda ham endi, конечно, uydan pulga stipendiyamiz yetmasdi, uydan kelgan pulga hadeb uyda o'sha qolgan farzandlar o'sha paytda biz endi opalarim turmushga chiqadigan, bu yoqda uyda boshqa muammolar, uydan byudjetdan pul olishga o'sha anaqa kelmasdi odamlar, nima deydi? Xohlamasdim-da. Bu yerda ishlashga harakat qilganim ham ko'p sabab shundan. Keyin aynan o'sha paytda o'ylardim, studentlik davrida nimasi oltin ekan? Puling yetmasa, yana narsa qilaman desam bo'lmasa. Keyin o'ylab kitoblar o'qiganda, boshqa qilganda shu joyga e'tibor berdim. Aynan studentlik davrida odam, o'sha yoshlar umid bilan yashaydi. Ana shu davrda qalbi to'la umid bo'lganligi uchun u o'sha davrni ko'proq qo'msaydi. Chunki universitetda o'qiyapti, bitirgandan keyin ertaga yaxshi joyda ishlashga umidi bor. Ko'p studentlarga aytaman-da, sen borsang, senlarning xayolingda deyman, hozir borsang bitta kreslo kutib o'tiribdi. Senda bolaga shofyor bor, yana qabulxonada kotibing bor. Sen shunaqangi o'zingni tasavvur qilasan. Haqiqatda shunaqangi. Chunki yoshlar umid qiladi. Ana shu studentlik davridagi bitirgandan keyin boya aytdi-ku, o'sha Daniyadagi professorlar. Mana buni orqasidan nimadir umidi bor. O'sha umid uni zo'r bo'lishga, intilishiga olib kelyapti. O'sha davr ham zavqliroq. Insondagi o'sha baxtli bo'lishini, baxt nisbiy narsa, lekin baxtli bo'lishini asosiy kaliti umidli bo'lishida. Chunki qilayotgan mehnatlaridan bugun qilayotgan ishim ertaga natija beradi. Mana shu bilan u rivojlanib keladi. Ana shu auditoriyada professor, o'qituvchi bolalarga nimadir umidlar berish kerak-da. Unga chaqmoqlar chorish kerak. Bugun misol uchun talabalarda hech bo'lmasa bir 90% o'sha olingan narsalardan ikkita narsasini mana qila olaman, kelajakda mana shu narsa bo'ladi deyish kerak. Mana shuni qila olaman, mana buni bilamanman deyish kerak. Ana shunda auditoriyada talabaning fikri tarqoq bo'lib ketmaydi. O'zimda olib qaraganda hozirgi yoshlarda eng katta muammosi bu yerga reelslarni ko'rib 3 sekund, 5 sekund, 30 sekundlik narsalarni ko'rib miyasi ko'proq narsani qabul qilmayapti. Tadqiqotlar ham ko'rsatyapti, oldingi video darslarda 16 minut, 20 minutgacha, 16 minutdan 20 minutgacha video darslarni ko'rish, undan keyin zerikadi deyilardi. Hozir o'sha 5 minutlik narsani ko'rgani bolalar zerikyapti. Uni ushlab turishda bitta yo'li ularga zavqli narsani berish. O'sha dars. Lekin o'qituvchiga ham oson emas. O'qituvchi agar bolalarda agar 1 soat 20 minut to'liq hammasini diqqat bilan ushlab turadigan bo'lsa, u o'qituvchiga haykal qo'ysa bo'ladi. Juda oson emas. Unaqa qilib dars o'tsa bo'ladi, faqat unga o'qituvchi ozgina tayyorgarlik ko'rish kerak. O'zini ustida ishlash kerak. Ma'lum bir zerikib qolgan joyiga qo'shimcha o'sha impulslar beradigan yangiliklarni olib kirish kerak. O'sha sohadagi hozirgi kunda bo'layotgan yangiliklar o'sha mavzuga mos bo'lgan. Auditoriyani jonli ushlab turish har kimga emas, har kim eplolmaydi. Biz hozirgi qilayotgan ishimiz aynan mana shu universitetda mana shu jarayonni joylashtirish. Auditoriyaga kirib, o'qituvchilar darslarini tinglab, ularning har bittasini ko'rib chiqish. O'quv jarayoni. Ana o'shanda talabalarga biz umid bera olsak, o'ziga ishonch bera olsak, ana shunda talaba bitirgandan keyin rahmat aytadi. Chunki mana hozir e'tibor beringda, mana juda ko'pchilik mukammal universitetlarda konsepsiyasini beryapti-da. U mukammal konsepsiyada bolalar tayyor bo'lmasa qiyin. Bir tomoni sizning infrastrukturangiz, boshqasi mukammal bo'lishi mumkin. Talabalar tayyor bo'lmasa qiyin bo'ladi. Mukammal konsepsiyani ushlab turib olmasdan oddiylikdan foydalanish kerak. Oddiy talabalarga umid berishdan. Uning uchun auditoriyani jonlantirish kerak. Ularga ko'p, uzoq, qiyin narsalarni aytmaslik kerak. Qila oladigan narsasini aytish kerak. Mana maktabda yodlagan, 1-sinfda yodlagan she'rlarimiz bor, 2-sinfda yodlagan she'rlarimiz bor. Maktabda ishlagan formulalarimiz bor. U formulalar men maktab paytida 3 yil tumanda 1-o'rin olganman, 9, 10, 11-sinflarda matematikadan. Olimpiadada. Lekin bu o'sha formulalar hammasi meni miyamda qoldi degani emas, lekin u formulalarda izi miyada turadi. Siz yodlagan she'rlarda izi miyada turadi. Sizni xotirangiz, mana hozir tadqiqotlarga ko'ra, mana bolani ko'p ertaga eshitsa, hikoyalar eshitsa, uni sulhi o'sadi. Ya'ni eshitish qobiliyati o'sadi. Kichkinalikda. Ko'p she'r yodlasa, she'r aytsa, uni xotirasi zo'r bo'ladi. Tez aytish bu yerga tilda nuqsonsiz so'zlarni aytishda shakllantiradi. Lekin ular mana bizni esimizdan chiqib ketgan-ku. Lekin miyamizda o'sha tezlik, miya o'sha tezlikda olib qoladi.
o'sha yerdagi formulalarni olib qoladi. Biz ham hozir universitetda o'qigan bilimlaringiz ham hammasi yodingizda qolmaydi. Lekin u yerdagi formulalar qoladi. O'sha masalaga yechimlar. Aynan biz talabalarga hozir o'sha miyasini faol qilish vazifasini qo'yishimiz kerak. Va ayni paytda o'sha kerakli bilimlarni berishdi. Miyasi faol talaba ertaga bitirgandan keyin o'sha faol miyasi bilan keyingi qo'shimcha, chunki bo'lib ham hozirgi kunda zamon juda ham tez rivojlanib ketdi. Hozirgi olgan bilimlaringiz ertaga to'g'ri kelmaydi. Ba'zi bir yo'nalishlarda уже bir yildan keyin to'g'ri kelmaydi. Mana Garvardda bitta nimani aytishdi, maqola bergan. Doktoranturaga kirgan, 3 yil doktorantura, ilmiy ish, o'sha dissertatsiyani, PhD darajasini olib, diplomini olib chiqib ketayotgan kuni 3,5 yilda endi. Chiqib ketsa, doktoranturaga kirmoqchi bo'layotgan talabalar gaplashib turgan ekan, qabul haqida, ekzamenlar haqida. Va o'shanga o'sha doktorant, o'sha yangi PhD qo'lda diplomi bilan borgan. Nima haqida gaplashyapsizlar, nima bo'lyapti, qanaqa? Kirishdagi savollar deyapti, o'sha meni bilimim eskirganini ko'rsatyapti. Qo'lda diplom o'sha, meni diplomim eskirgan, bunday olib qarasa deyapti. Chunki butun dunyoda shunaqangi rivojlanish ketyapti. Biz haliga Koreyani professorlari, Koreyani ta'lim bo'yicha mas'ullari, hukumatning vakillari kelgan paytda ham ularga savol berildi-da, qanaqa men savol berdim, yana bitta savol berdi. Keyingi tendensiya qanaqangi bo'ladi? O'sha 2013-yilda aytilgan gap. Yana bir 30 yildan keyin biz hozirgi universitetda o'qiyotgan bilimlarimizni 80% kerak bo'lmaydi. O'sha paytdagi ularning tadqiqoti. Hozirgi aytilayotgan o'sha 2014-yilda aytuvdi. 2013-2014-yilda. Hozirgi mavjud 2050-yilda paydo bo'ladigan yangi kasblarning 70%ni biz nomini hozir bilmaymiz. Yangi kasblar paydo bo'lyapti mana hozir. Blogger deb u ham tirikchilik qilyapti, farzandlarini boqyapti o'sha bloggerligidan. Yana qanaqadir kasblar paydo bo'lyapti-ku. Bundan 200 yil oldin, masalan uchun shofyor degan kasb bo'lmagan. Mashina paydo bo'ldi, undan keyin shofyor paydo bo'ldi. Undan oldin o'sha poytunchimi, aravakash. Keyin mana zamon rivojlanib, yangi texnologiyalar chiqqandan keyin yangi kasblar, ba'zi bir kasblar yo'qolyapti, o'rniga yangi kasblar kelyapti, yangi nomlar paydo bo'lyapti. Xuddi shunaqa oxirgi mana keyingi 50-yilgacha bo'lgan rivojlanish juda tez bo'ladi. Bizning bilimlarimiz hozir kelajakka juda ham zarur bilimlar bo'lmay qoladi. Chunki dunyoning hozirgi zo'r rivojlangan kompaniyalarini ko'p haliga eng yuqori natija berayotgan xodimlarni aksariyati oliy ma'lumotga ega emas. Nega desa, ular mustaqil o'rgandi. Kitoblardan onlayn o'qidi. Chunki u kontrakt to'lab domlaning oldiga borib boshqa qilguncha mana bu yerda o'ynab o'tirib narsalar yasadi. Ayniqsa mana axborot texnologiyalar sohasida. IT injeneriyada juda ko'p mutaxassislarda oliy ma'lumotliligi 2-darajaga tushib qoldi. Juda ko'pini hozir diplomlari mana zo'r ishlayotganlarni universitetda diplomi yo'q, bor shu universitetdan diplomni olishga ham juda ham qiziqish yo'q. Diplom birinchi emas, bilim birinchiga chiqadigan o'sha aniqqa kelyapmiz. Biz xohlaymizmi yo'qmi, ta'limni mana shu sohasini rivojlantirishga qattiq kirishimiz kerak. Bilim tez eskiradigan zamon kelyapti. Уже kelib bo'ldi. Kelib bo'ldi, chunki biz o'rgatayotgan narsalar zamon o'zgarishi bilan kerak emas. Misol uchun televizorda tuzatadigan usta, haligi televizorda yasaydigan kerak emas-da o'sha. Chunki televizordan o'sha mana yaqinda biz mana bu telefonlardan ham voz kechamiz. Bu telefonlarga sarflanayotgan xarajatlar ham o'sha gologrammaga o'tishga tayyorgarlik ko'ryapti butun dunyo. Avtomobil sozligi ham xuddi shunaqangi mana hozir kelayotgan avtomobillar oldin konsept qilinardi. O'sha narsa 6 yil, 7 yil vaqt aytilib, mana shu vaqtda ishlab chiqarilar ekan. Mana shunaqangi avtomobil bo'lar ekan deb balki chizmalarni video rolik qilib ishlashardi. Hozir o'sha bu yoqda Yevropa rolik qilguncha Xitoy ishlab chiqarib kelib qo'yapti. O'sha texnologiya bor, o'sha ustunliklar bor. Zamon tezlashib ketdi, shu robotlash. Mana hozir biz ta'limda bundan buyog'iga robotlashtirishni ko'rishimiz kerak. Men kecha eshitib qoldim, O'zbekistonda o'sha robot ishlab chiqaradigan zavodga investitsiya qilinyapti. Taraqqiyot ketyapti. Unga biz universitetda o'sha jarayonga olib chiqish uchun biz endi asosiy vazifamiz miyani faol qilish. Faol miya keyin o'sha yo'nalish topib o'qiydi, tayyorgarlik ko'radi. Hozir zo'r o'qitgansiz, baribir yana keyingi yil o'qish kerak. Mana o'zimiz ham har yil malaka oshirishga majbur bo'lyapmiz. Mana sun'iy intellekt deyapti. Sun'iy intellekt imkoniyatlarini hozir mana juda ko'pchilik tushunmaysiz, tasavvur qilolmaydigan darajada katta
ta'limda, umuman iqtisodiyotda, ijtimoiy hayotda yangiliklar olib kelyapti. Biz xohlaymizmi yo'qmi, o'sha talabani miyasini faol qiladigan, ularga umid beradigan izlanish tadqiqotlarni qilishimiz kerak, uni rivojlantirishimiz kerak. Mana hozir Nurdek universiteti desa ko'pchilik mana nodavlat desa anaqa qilmaydi. Mana men nodavlat oliy ta'lim muassasalarini konsepsiyalarini ko'rib chiqyapman. Zo'r konsepsiyalar borda, yana bittasi aytadiki, davlat qoplab bermayotgan talabni, ya'ni bozordagi talabni qondirish konsepsiyasida. Bu hamma joyda bor ekan, butun dunyoda bor ekan. Ya'ni nodavlat oliy ta'lim muassasalari bor, davlatdan qolib ketgan bilim pastroqlarni o'qitish. Ko'pchilik nodavlat oliy ta'lim muassasalariga mana shu nazar bilan qarayapti. Bu narsa o'zgaradi. Tez o'zgaradi. Chunki nodavlat universitetlarning ayrimlari juda qattiq harakat qilyapti. Mana bizda ham o'tgan yilgi kirgan 1000 ga yaqin talabani уже 300 dan oshiq talabalar safidan chiqib bo'ldi mana. Mana shu 1 yilda ichida. Nima sabab bu? Juda ko'pchiligi o'sha o'zini shunga munosib ko'rib harakat qilib o'qimaganligidan. Uni bir 10% kontrakt to'lovida o'sha boshida to'layman deb kirdida, to'lanmadi. Yana bir Qolganlari o'qish eplonmadi. Qolganlar darsga kelishda eplolmadi, o'qishda eplolmadi, ishga kirgan, ishi bilan buni eplolmadi. Uni eplolmadi bo'lmaydi, o'sha uni ham harakati bor, boshqasi bor, lekin yetarli bo'lmayapti-da. Siz hamma narsani barobar qilmaysiz. Men juda ko'p o'sha ketayotgan talabalar surishtirdim. 10% emas, mana o'sha 300 dan oshiq talaba bo'lsa, shuni 100 dan oshig'i kontrakt to'lanmagandan ketdi. Rejalashtirgan rejalari bo'lmadi, kreditlarni ola olmadi. Hatto O'zbekistonda oliy ta'limda o'qish uchun kredit berish masalasi ham juda yengil qilingan. O'zbekistonning hozirgi iqtisodiyoti uchun, byudjetimizning hozirgi holati uchun talabalarga, qizlarga foizsiz kreditlar berilishi, yigitlarga 7% kredit yana o'qishni bitirgandan keyin 7 yil davomida to'lash imkoniyati berilishi. Bu juda katta ish. O'zbekistonda qanday byudjeti bor, O'zbekistonga qanday yoshlarni tarbiyalayotgan yoshlar ko'pda O'zbekistonda. Har bitta o'sha boquvchiga ikkitadan, uchtadan farzand to'g'ri keladi. Bunaqangi imkoniyat bilan biz Yevropani ko'radigan bo'lsangiz, Yevropaning juda ko'pchiligi yosh kattalar, asosiy ishlaydiganlar, ishlaydiganlar. Farzand ko'rish juda ham qiyin. Men bitta maqola o'qidim, Islandiyada bitta hududida 12 yil deganda bitta farzand tug'ilibdi. Butun hamma o'sha hududdagilar kelib bu boyagi farzanddan aqlishyapti. Bitta tug'ilgan. 12 yilda bir katta hududda bitta farzand tug'ilibdi. Tasavvur qilasizmi, oldingisi 12 yil oldin tug'ilgan. Shunchalik. O'zbekistonda tug'ilishni bunaqa paytida bu iqtisodiyotni ko'tarish, dem bo'lib mana bu biz 2030-yilgacha, 2050-yilgacha degan O'zbekistonda o'sha islohotlardan ular bor, marralari bor. Unga yetish uchun byudjet, juda katta byudjet kerak. Uning uchun ta'lim faqat Mana shu to'g'ri ish qilyaptimi? Juda ham katta kredit ajratilib, ta'lim kreditlari berilib, hali ta'limga sarflangan har qanday narsa o'zini oqlaydi. To'g'ri. Mana iqtisodchi sifatida mana ikkita narsa aytishim mumkin. Ta'limga sarflangan har qanday mablag' o'zini oqlaydi. Chunki ta'limga pul sarflayotganda hamma yomonlik sino qilmaydi, yaxshilikda yaxshi bo'lishini qiladi. Ikkinchisi raqobat, monopoliyadan qochish har qanday holati yaxshilikka. Birinchi ko'rinishda yomon bo'lgan monopoliyani har qanday zarracha monopoliyani bo'lishi iqtisodiyot uchun, jamiyat uchun zarar. Raqobat bo'lishi kerak. Bozor iqtisodiyotini rivojlanishini ta'minlaydigan asosiy mexanizm. Ta'lim ham xuddi shunday. Mana hozir ta'limda mana juda ko'pchilik hozir mana 26-yildan hozir bitiruv bo'ldi, diplom berilish boshlandi. Universitet diplom beryapti. 30% ishga joylashib bo'lgan. Butun respublikadagi bitiruvchilarimiz, bu yilgi bitiruvchilar 30% dan oshiq ishga joylashib bo'lgan. Qolganlarini joylashtirish haqida gap ketyapti hozir. Ish joylari, ish o'rinlari. Mana prezidentimiz shunday harakat qilyaptiki, hozir o'qiyotgan paytda ishlat iloji bo'lsa. Ishlab o'qisin. Chunki u ko'proq tushunadi. Eng qizig'i ishlab o'qiganda boyaga jinoyatchilikka, har xil boyaga muammolarga moyillik ham kamroq bo'ladi. U ham ishlaydi, ham o'qiydi. Boshqaga vaqti bo'lmaydi-da u. Bekorchidan qo'rqish kerak. Bekor qolishdan. Ularni hammasini ish bilan band qilish uchun iqtisodiyotga juda katta mablag' kerak.
O'sha paytda ham mablag' ajratilyapti. Bu mablag'ni to'g'ri foydalanishni yo'lini qilishimiz kerak. To'g'ri tushuntirish kerak. Kredit O'zbekistonda iqtisodiyotdagi holatda boshqa davlatlar bera olmaydi bunaqa imkoniyat. Kredit bera olmaydi. Yana uning ustiga haligi daftarlar tashkil etildi-ku. Ayollar daftari, temir daftar, boshqa daftar, ularga berilgan o'qishga berilgan imtiyozlar, imkoniyatlar. Yarimi to'lab beriladi shekilli. Yarimi to'lab beriladigani bor, to'liq to'lab beriladigani bor. Juda katta imtiyozlar berilgan o'qishga. Ana shu imtiyozlardan foydalanib o'qish kerak-da. O'qiganda ham maqsadli o'qish kerak. Biz ana shu yoshlarga o'sha urg'uni bera olsak, o'sha katta haligi natijaga erishgan bo'lamiz. Lekin mana shunchalik imkoniyat yaratilayotganda, shunaqa katta mablag'lar ajratilayotgan vaqtida, shunaqa davrda olib turib ta'lim krediti olib 1 yil yoki 1 yilga ham yetib bora olmasdan o'qishni tashlab ketayotgan yoki shu 4 yilni oxirigacha o'qisa ham keyin o'sha o'rgangan bilimini qo'llamasdan o'sha oldin qilib yurgan ishini qilib yurganlar. Bular qanaqa bizga zarar olib keladi yoki bular qalay ko'p emasmi? Qolib ketadimi asosiy massani ichida? Buni ham bozor tarbiyalaydi. O'zi bozor tartibga soladi. Bozor tartibga soladi, boshqa varianti yo'q. Uni o'zi aytsangiz ham qilmaydi. Mana men darsga kirgan paytda 1-semestrda to'liq aytaman. Ota-onalaringni o'zlaringni aldamanglar. Chunki zo'r mutaxassis bo'lishda bitta nimasi bor-da. Qanday desiz, mana odam o'zi yaxshi ko'rgan ishini qiladigan bo'lsa, u qiynalmaydi. Zamonaviy o'sha olimlarning tadqiqotlariga ko'ra, agar odam o'zini ish joyiga kelib, bir kunda o'zini tiklash uchun bizda qahvachi haligi ommalashgan anaqamiz, endi hozir men Toshkentda, boshqa joylarda sekin-sekin O'zbekistonda ham qahva ichishga odamlar o'rganyapti-yu. Ularda endi qahvaga oldinroq o'sha madaniyatga aylanganda, o'zini o'sha jonlantirib olish uchun deymiz-da endi. 3 marta qahva ichsa, 3 ta va undan ko'p qahva ichsa, o'sha kasbdagi ishlayotgan odamning umri 10 yilga qisqaryapti degan ekan. Nega desa, u o'sha ishdan zerikyapti, o'zini tiklab olish uchun o'sha bolalarimni boqaman, boshqa ishga borishga dangasalik qilgan, yana shu, ya'ni u shu ishni ishlab ketishi uchun unga qahva kerak, tiklab turish uchun, o'zini jonlantirish uchun. Agar shuni yaxshi ko'rib qilsa-chi. Men talabalarga ko'pincha aytaman, shu yaxshi ko'rib qilishda bitta misolda ona, misol uchun farzandini yaxshi ko'radi. Agar farzandi kasal bo'lib qolsa, bir hafta uxlamaydi. Bolasi o'sha farzandi sal ko'zi yumilgan paytda u yerga yuvadigan, tozalaydigan narsasini qilib oladida, uxlamaydi. Lekin o'sha paytda o'sha onadan so'rasangiz, u charchadim deydi, конечно, lekin haqiqatda charchamagan bo'ladi, chunki uni bolasini yaxshi ko'radi. U uxlamay chidaydi miyasi. Agar boshqa paytda xuddi shu onaga boshqa paytda bir ish bilan bir hafta uxlamagan uxlamaydi. U chidolmaydi unga. Nega? U o'shani yaxshi ko'rganligi uchun. Ana endi odamlar o'sha biz yoshlar kasb tanlayotgan paytda o'sha kasbini yaxshisini tanlasaydi, o'ziga yoqadiganini tanlasaydi, o'shanda u qiynalmaydi. O'qiganda ham qiynalmaydi, ishlaganda ham qiynalmaydi. Men shuni aytaman bolalarga, ketinglar, mana 1-semestr tugaguncha kontraktlaringni kerak bo'lsa qaytarib beradi universitet. Ota-onalaringni ham aldamanglar, o'zinglarni ham aldamanglar. Yaxshi ko'rgan ishlar qiladi. Ana endi savol tug'iladi. Bularning hammasi yaxshi ko'rgan narsasi boshqa bo'lib chiqsa-chi, boshqa bo'lsa-chi. Uni yoshligidan o'rgatish kerak. Juda ko'pchilik mana farzandim o'qimayapti deydi. Farzandim o'qishni xohlamayapti deydi. Siz uni o'qishni xohladingizmi degan savol bor. U birga o'qish kerak. Mana bu aqlli nimalar chiqib ketdi internetda hozir. Ko'p kirsangiz, bolani o'qitish uchun bunday qilish kerak, bunday qilish kerak. O'sha yerda haqiqat bor. Mana farzandni o'qish uchun oldin o'zi ham o'qish kerak, o'sha yonda kitob o'qish kerak, o'rgatish kerak. Uni kitob o'qigandan keyin so'rash kerak. Kitobni yaxshi o'qiganligini, keyin bu kitobda o'qisa nima bo'ladi, bu kitobda o'qisa nima bo'ladi, vaqtni ajratib unga aytish kerak. Bizda yana mehnatga qo'rqmaslikka o'rgatish kerak. Mana ertaklar bor. Men ko'pincha aytaman, bolalarga ertaga aytgan paytda, yosh bolalarga aytgan paytda borsa kelmasdi, ko'proq aytish kerak. Borsa kelmas boradi, uch og'ayni botirlar. Boradi, o'sha aka-uka yaxshi tarbiyalanadi, bu yerga ketadi, 3 ta yo'lga borib ajralishadi, bittasida borsa kelmas, yana bittasi borsa kelmasga bu Kenja Bahodir ketadi. U qahramon bo'lib qaytadi. U shunaqangi ertaklarda u qalbida qahramonlik o'sib keladi. U shunga tayyor bo'lib yoshligidan katta bo'ladi. U o'zidan qahramon yasashga harakat qiladi. Unga telefonni berib qo'yib, uni tayyorlamasa, kelajakda kim bo'lishi uchun qiziqadigan anaqa qilmasa, mana biz hozir rektorimizni
tavsiyasi bilan kasbga yo'naltirish, maktab bolalarni shu 5 yoshlar 6 yoshlar maktabgacha ta'limda kasbga yo'naltirish bo'yicha kitoblar chiqarish. U o'z-o'zidan emas, o'sha yoshlarni kasbga tayyorlashni o'sha 5 yosh, 4 yoshdan boshlash kerak. Uni qiziqtirish kerak. U o'zidan qahramon yashash kerak. O'zidan zo'r duradgorni ko'rish kerak. O'zidan zo'r mana IT injenerni ko'rish kerak. O'zidan mana ko'prik quruvchini ko'rish kerak. Arxitektorni ko'rish kerak. O'zidan zo'r texnikni ko'rish kerak. O'sha narsani o'zida ko'ra olsa, o'sha sekin o'sha qalbini aqladi. Yoppasiga uni universitetga kirgizib olib, undan keyin uni qiziqtirsangiz, bo'yiga chala mutaxassis bo'ladi va kofe ichadigandan bo'ladi. U qiynaladi u. Umri ham qisqaradi, o'zi ham o'sha ishda zo'r qilmaydi. Yaxshi ko'rib qilsa-chi, u o'shaning ichiga sho'ng'iydi. Xuddi anu suvga borganda suvga kalla tashlaydi-ku bolalar. O'shanday tashlaydigan bo'ladi o'sha ishni ko'rgan paytda. Men ilmiy rahbarligimda xitoylik bola ham doktorant qildi, tadqiqot qildi. O'zbekistonga kiritilayotgan investitsiyalar asosan mana bu MDH davlatlaridan, Yevropadan o'sha guruhlarga bo'lib o'rganida tadqiqotini bitta ilmiy yangilikda shu narsa chiqdiki, mana O'zbekistonga kirayotgan oxirgi 15 yil, 20 yil deb beri kirayotgan investitsiyalarni O'zbekistonning o'zi uchun mahsulot ishlab chiqarganlari, ya'ni mahalliy bozor uchun ishlab chiqargan zavod, korxonalar uzoqroq yilda o'zini oqlashdan pastga tushgan. Ma'lum bir ma'noda o'zini oqlagan, lekin davomiyligi pastroq. Daromad kelish darajasi. Qaysiki chet el investitsiyasi kirib O'zbekistonda mahsulot ishlab chiqarib, chet elga sotgan bo'lsa, ya'ni eksportga ishlayotgan investitsiyalar, ya'ni korxonalar, ularda davomiy daromad yuqorilik. Mana investitsiya haqida gapirdi. Lekin investitsiyalar ichida eng zo'ri ta'limga qilingan investitsiya. Sobiq ittifoq davrida ham O'zbekistonga ta'limni shunaqa ushlab turish qo'yilganda, mana bizdagi borgan bolalar, men o'sha yosh kattalardan so'raganman qanday bo'lganini. Bu yoqda shu bilim bilan borganlar o'sha Rossiyaning hududlaridagi vuzlarga, Moskvadagi zo'r universitetlarga kira olmagan bo'lsa ham, o'sha Rossiyaning boshqa hududlaridagi universitetlarga o'qishga bemalol kirargan. O'zbekistonga kira olmagan. Sababi O'zbekistonda o'sha 10% oliy ma'lumotli chegarasi bo'lgan o'sha paytda. Mana bir tog'am o'g'li bor, mana tog'amning 5 ta o'g'li bor, 5 ham oliy ma'lumotli. Bitta amakimda 7 ta o'g'li bor, 7 ham oliy ma'lumotli. Mana bular oltin medalga bitirgan ikkitasi. Ularda bilan gaplashganimda shu birinchisini diplomini mana qizil diplom olgan. Maktabda o'qigan, ikkita o'g'li birdaniga shu ketma-ket qizil diplom. Shu qizil diplom olganda ham 1 yil kolxozga ishlab berasan degan. Ish kuchi yetishmaganidan kolxozga 1 yil ishlab berasan, keyin universitetga ketasan. Diplomini berdirmagan, maktabdagi attestatini berdirmagan. Bizda iloji boricha shu oliy ma'lumotli bo'lishdan ko'ra ishchi kuchi ko'proq rejalashtirilgan. Undan keyin ham xuddi shu qoida keldi. Maktabni bitiruvchi 600 mingta edi, universitetga kirish qabul kvotamiz 50 mingta edi. Faqat davlat universiteti. 2018-2019 nodavlatlarga, davlat universitetlarga ham qabul ko'paytirildi, nodavlatlarga. Bu juda katta xarajatda turibdi degan. Ta'lim buncha binolar, infrastrukturani shakllantirish, o'sha madaniyatni shakllantirish, universitetda o'qish madaniyatini shakllantirishga bizga vaqt kerak bo'lyapti. Mana hozir 2019-yildan beri bo'lsa 7 yildan beri bizning xalqimiz endi sekin universitetda o'qish madaniyati shakllanyapti. O'qishni tanlash, oldin kirsa bo'ldi edi. Men o'sha 2016-yillardagi holatni ham ko'rganman. Qizlarda juda ko'p turmushga chiqish uchun ota-onalar universitetga kirgizardi. O'qigan deb aytish uchunmi shuni? O'qigan deb aytish uchun. Ko'rasizmi, biz qanchalik tanlovda qanaqa adashganmiz. Saviya qanchalik o'zgargan, oshgan yoki tushgan oldinga nisbatan? Saviya juda o'sgan. Hozirgi mana yoshlar ichida universitetga kirmayman, kirishim shart emas. Men shuningcha ham mening olgan bilimlarim bilan dunyoni mana degan kompaniyalar qabul qiladi, ishlayapman. Oliy ma'lumotlidan yaxshi topa olaman. Kelajagim uchun menga diplom kerak emas deganlar paydo bo'lyapti o'sha. Universitetda o'qib diplom kerak emas edi. Menga universitetda o'qishim shart emas edi. Oldin sun'iy bo'yiga universitetga kirishga baryer bor edi-da. U mana misol uchun o'sha poraxo'rlik qayerdan paydo bo'ldi o'zi? Poraxo'rlikni paydo bo'lishini ham universitet domlasi ertalabda chiqib, men bugun poraxo'rlikni boshlab kelaman deb chiqmagan hech qachon. Uni boshlanishning asosiy sababi universitetga kiraman degan 600 mingta talaba maktab bitiruvchisi bor. Universitetdagi joy 50 mingta. Uni ham hammasi ham talabgir emas. Universitetga kelgandan keyin kira olmay qolyapti. Mana qarang, 100 ta boladan 10 tasi, 8 tasi kiryapti. 8 tasi universitetga kirgandan keyin nima bo'ladi u? Qolgan 92 tasi
50tasi rozi bo'lib ketadi. Qolganlar bir nima qiladi. Bir 10tasi u chidolmaydi. Ota-onasiga borib yig'laydi. Ota-onasining o'rtoqlarim oldida mani bolam qolib ketdi degan vahima bosdi. Yo'lni qilamiz deydi. Keyin ota-onalar abituriyentlar qolib ketdi-da, ota-onalar jangga kirishib ketib qoldi. Ota-onalar kelib uni ko'ndirdi, buni ko'ndirdi. Qarabsizki, mana ta'lim tizimimiz izdan chiqdi. Endi uni qaytarib joyiga qo'yish uchun mana yana shuncha yil kerak bo'ladi. 20 yilda o'sha ta'lim tizimi izdan chiqmasa, 20 yilda joyiga keladi. 20 yildan ertaroq hozir bo'lyapti harakat. Hozir mana poraxo'rlik degan narsani universitetlarda eshitish juda qiyin. Hozir borib kimdir o'qituvchi talabadan so'rayapti, poraxo'rlik qilyapmisiz? 99% holatda yo'q. Qanaqadir mashininglar kimlardir qilayotgan bo'lishi mumkin bu yerga. Qabul bo'yicha, boshqa bo'yicha hali ham kimlardir aldab yurgan mashininglar haqidagi nimalar internetda chiqib qolyapti, lekin o'quv jarayonida yo'q narsa. Qolmadi u. Bolalarni, abituriyentlarni universitetga qanaqa kirsamikin emas, qaysi yo'nalishda o'qisamikin degan savolni qo'yishga majbur qilar ekanda. To'g'ri savolni berishga Mana o'zi. keldi. Hozir mana aksariyati shu savolni beryapti. Oldingidek oliy ma'lumotli bo'lsam bo'ldi degan narsa yo'q. Bu yerda oliy ma'lumotli bo'lsa yaxshi yashash imkoniyati bor edi. Chunki bir yaxshiroq joyda davlat asosiy ish beruvchi davlat edi. Nega mana boshlang'ich ta'lim yo'nalishi juda ham talabgir edi. Chunki qishloqlarda maktab o'qituvchisi bo'lishga talab katta edi. Qishloqlarda asosiy ish beruvchi maktab edi. Bog'cha edi o'sha maktabgacha ta'lim muassasasi. Shuning uchun o'sha sohalarga talab juda katta edi. Oliy ma'lumotli bo'lsa bo'ldi, u to'g'riroq yashardi. Biz mana uyda opalarim ham o'qituvchida. Qishloqqa borgan paytda biz gaplashib o'tiramiz, mana shu ta'limni rivojlantirish qanaqa o'sha 2007-yil, 2008, 2009-yilda o'tkazgan savolnomamiz bor. Maktabda o'sha nechta sinfingizda anaqa qilsam opamga 47 ta bola bor. So'rovnoma o'tkazaylik, qani kim bo'lmoqchi kelajakda? Bu shu o'tkazyapmiz. Natijalarini keyin so'radim. Biz doim muhokama qilamiz-da uni. Shu paytda 2009-yilda 70% bola harbiy bo'laman degan. Oylik katta bo'lganiga. Mana bolalarni qarang, u asosan 6-7-sinfda o'tkaziladi. 7-sinfda 13-14 yoshlar bola bo'ladi. U kerak. Nega desangiz, keyingi qolganlarichi? Qolganlar bittasi vrach bo'laman degan. Hatto qizlar ham harbiy bo'laman degan, Rossiyaga ketaman degan. Endi mana qarang, nega bunaqa qilgan? Bolalar nima qilyapti? Birinchidan o'sha paytda harbiylarda oyligi shaxsiy yaxshi edi. Universitetda professoridan oddiy harbiyni ish haqisi 5 marta katta edi. U harbiyni 3 oyda bir, 2 oyda bir o'sha otasi o'sha uyga keladigan bo'lsa, unga yaxshi kiyimlar olib beradi. Bolam anav bo'lmasin deb. Bola nimani tanlaydi? Atrofidagilar yaxshi yashayotganini, uning qo'lida o'yinchog'i borini, doim o'sha qo'lda puli bor yoki bo'lmasa yonidagilarga shunga qiziqadi, uni siz undan ajrata olmaysiz. Ikkinchisi, Rossiyadan bolasi u yoqda, o'zi bu yoqda u yoqdan pul jo'natadi. Yaxshi kiyim olib berman bolamga deydi. Men bu yoqda qiynalib yuribman, endi bolam yaxshi o'qisin maktabda. Sharoitini qilib ber deydi. O'zi qiynalsa ham, keyin ular asosiy daromad topayotgan, bunday olib qarasa atrofda yaxshi yashayotgan, to'g'riroq yashayotgan, imkoniyati borroq, erkinroq yurgani qaysi biri desa, o'sha boshqa kasblar bor edi. U kasblarni birortasini tanlamagan. Bitta o'qituvchi bo'lmadim, juda xafa bo'ldim degan o'shanda. Birortasi 47 ta boladan bittasi ham o'qituvchi bo'laman dedim. Bitta sinfdagi, boshqa sinfda ham o'sha edi. Maktablarda hozir mana kasb tanlashga bo'lgan alohida darslar qo'yilyapti. Chunki muammolar ko'rilyapti, bitta kelyapti. Bog'chalar uchun nima uchun prezidentimiz alohida o'sha maktabgacha ta'lim vazirligini tashkil etdi boshida shuni rivojlantirish. Chunki bolalarimizni kasbni tanlashga bo'lgan bo'yiga o'sha paytda shakllanadigan vaqti borda, 4, 5, 6 yosh. Ana shu paytda u kasbni kimligini, dunyoni anglab bo'ladi o'zi. Katta axborot olib bo'ladi. O'sha paytda uni bog'chada jamoat bilan ishlash, odamlar juda ko'p yoshlarimizda jamiyatda o'zini tutish qobiliyati ancha pasayib ketdi. Chunki bola ota-onasi ish bilan ovora, u bola televizor bilan, telefon bilan ovora. Unaqa qilyapti. Bog'chada o'sha jamiyat bilan yashash, ishlash, uni muammolari bilan bir-biriga muomala qilishdi, kelajakda kim bo'lishga bo'lgan bo'yiga so'zlash, tinglash qobiliyati o'sish to'liq qamrovga harakat qildi. Ta'lim tizimida juda katta ko'p ishlar qilinyapti hozir. Bu yoshlarimizni mana oliy ma'lumot universitet tanlash masalasida ham juda ko'p yoshlardan hozir bunday so'rovnoma o'tkazsa, gaplashsangiz, mana borganda qishloqqa borganda to'yga boramiz, boshqa boramiz. Yoshlar keladi, mana biz o'rtoqlar sinfdoshlar, biz tengdoshlarning farzandlari universitetga kiryapti. Ular so'raydi,
keyin man aytaman, mandan so'rama, o'g'lingdan so'ra, qizingdan so'ra, san o'zi nima xohlayapti. Biz unga o'zi nima xohlayotgan narsasi bo'yicha maslahat beraylik. Kim bo'lmoqchisan sen o'zi? Siz men bunaqa qilmoqchiman, bunaqa bo'lmoqchiman. Bu o'sha jamiyatdagi balans bo'lish kerak-da unda. Biz oliy ma'lumotli bo'lsa bo'ldi degandan keyin tanlaydiganlar bir qismi bo'yagaligi doimiy talabgor yo'nalishlarni tanladida, qolgani qolib ketdi. Ana endi hozir iqtisodiyot sekin-sekin shu narsaga talab bo'ladi. Demak, hozircha to'g'ri yo'ldamiz. Xudo xolasa. Muxlis aka, rahmat sizga ajratgan Sog' bo'ling. vaqtingiz uchun, bo'lishgan tajribalaringiz uchun, bilimlar bilan. Rahmat. Sizga video foydali bo'lgan bo'lsa, videoni bo'lishni, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Shu bilan yakunlasak ham bo'lar ekan. Sekin. Rahmat sizga. Juda ham yaqin gapirmadim.